Do'zax 9 qatlamdan iborat bo'lib, har bir qatlami inson qalbining bir zaif tomoni hisoblanadi. Birinchi qavat limbo deb nomlanadi. Bu yer juda ham sokin joy hisoblanadi. Masalan, bu yerda Ibn Sino bor. U shunchaki nasroniy bo'lmaganligi uchun bu qavatga joylashtirilgan. Ikkinchi qavat last, ya'ni shafqat qatlami hisoblanib, bu yerda avvalgi hayotida ehtirosga berilgan insonlar joylashtirilgan, masalan Kleopatra. Uchinchi qavat ochko'zlik. Bu yer sovuq, yomg'ir va loydan iborat. Chokko bu yerda nafsga berilganlik timsoli va uning jazosi to'yimsizlik. To'rtinchi qavat xasislik. Ruhlar og'ir toshlarni aylantirib yuradi. Boylik ortidan quvgan hayot endi ma'nosiz harakatga aylangan. Beshinchi qavat g'azab. Bu yerda botqoqlik ichida ruhlar bir-biri bilan olishadi. Filippo Argenti g'azabi tufayli bu yerda. Oltinchi qavat biddatchilar. Yonayotgan qabrlar bu yerda joylashgan. Epikurus shu yerda e'tiqodi sababli olov ichida yonmoqda. Yettinchi qavat zo'ravonlar qavati. Qon kabi yonayotgan daryo bor bu joyda. Attila shafqatsizlik uchun shu yerda. Sakkizinchi qavat firibgarlar qavati. Bu yerda chuqur xandaqlar bor. Ulises aqli va hiylasi sababli bu yerda jazolanmoqda. To'qqizinchi qavat xiyonatchilar. Eng sovuq joy muzlagan ko'l. Markazi esa Lutsifer. Xiyonat eng og'ir gunoh bu joyda. Inferno bizni qo'rqitish uchun yozilmagan. U bizga shuni eslatadi: insonning eng katta do'zaxi uning ichida. Xo'sh, siz qaysi qatlamga yaqin ekansiz? Keyingi postda esa ikkinchi bo'lim Arof poklanış dog'i haqida gaplashamiz. Agar sizga bu mavzu qiziq bo'lsa, postga like bosing, fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi postlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifaga obuna bo'ling, chunki sayohat endi boshlanmoqda.